Xo'p, hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Chorva yem olami kanalining ashaddiy obunachilariga, YouTube chorva ishqibozlariga. Akalar, xudo xolasa bugun yana sizlar bilan silos haqida gaplashamiz. Xudo xolasa chiroyli ma'lumotlarni qo'limizdan kelganicha, imkoniyatimiz boricha ma'lumotlarni berib boramiz akalar. Akalar, xabaringlar bor, kanalimiz yangi. Shuning uchun kanalimiz rivoji uchun iltimos bir dona podpiska и layklarni ayamanglar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli narsalarni qo'limizdan kelgancha yoritib boramiz. Sizlarning bir dona podpiskalaring yuzlab odamlar ko'rishiga, biz qo'ygan videolarimiz yuzlab odamlar ko'rishiga olib keladi akalar. Iltimos shu bir dona podpiskalar ayamanglar. Xudo xolasa sizlarga sharoitimiz boricha xalqimizga foydali narsalarni yoritib qo'yib boramiz. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysizlar, birinchi bo'lib sizlarga biz qo'ygan videolarimiz yetib boradi. Ma'lumotlarni birinchi bo'lib ko'rishlaringga sababchi bo'lib qoladi akalar. Xo'p, xudo xolasa endi ma'lumot silos haqida boshlaymiz ma'lumotlarni akalar. Bugun sizlar bilan qoplangan silos biz naval siloslarimiz haqida gaplashamiz akalar. Xo'p, bu yerda mana akalarimiz ishlayapti, xudo xolasa. Biz optim siloslarni, naval holatdagi siloslarni olamiz akalar. Tonnasi cheklanmagan miqdorda, eng kamida 20-30 tonnadan boshlab 1000 tonna bo'ladimi, 2000 tonna bo'ladimi, 3000 tonna bo'ladimi, xudo xolasa el qator narxlarda, chiroyli narxlarda olamiz akalar. Agar sizlarda shu naval holatdagi sotiladigan chiroyli siloslaring bo'lsa, bizga bemalol tortinmasdan shu ekranda turgan telefonlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin akalar. Yoki-da o'zlaringda silos, naval siloslaring bo'lmasa, shunaqangi silos bosib, kimga sotay ekan, ishonchli odam bormi ekan, yaxshi narxlarda olishammikan, pastga urishmasmikan deb o'ylanib yurgan do'stlaring bo'lsa, shu iltimos videoni jo'natib qo'yinglar. Yoki-da o'sha odamga shunaqangi naval holatda silos oladigan insonlar bor deb xudo xolasa bizni ro'para qilib qo'ysalar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi akalar. Xo'p, sizlarga manzilimizni aytib o'tadigan bo'lsam akalar, manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida bizni joyimiz joylashgan akalar. Endi joyimizdan aytishdan maqsad shu Yozyovon territoriyasiga yaqin hududlardan, deylik, shu atrofdagi tumanlardanmi yoki-da viloyatlardanmi, deylik, Andijon yaqin bizga, Namanganda nimalar yaqin. Xudo xolasa shu demoqchi bo'lganimki, shu Yozyovonga yaqin atroflardan silos bo'ladigan bo'lsa, chiroyli narxlarda akalar sotib olamiz. Narxlarga kelib chiqadigan bo'lsak, eng kamida 550 so'mdan 700 so'mga qadar optim siloslar sotib olamiz akalar. Endi narxiga nimaga 550 so'm, nimaga 700 so'm desalaring, endi siloslarimiz hammasi har xil. Kimdirdiki donsiz, dumbilar qayrib olingan, kimdirdiki donli, kimdirdiki o'rimicha xuniyroq, kimdirdiki sal o'rimi chiroyliroq, shunaqangi. Uchun shu 550 so'mdan 700 so'mga qadar cheklanmagan naval holatdagi siloslar olamiz akalar. Qoplangani biz o'zimiz shu sohada ishlaymiz akalar. Qoplanganini o'zimiz sotamiz. Qancha miqdorda siloslar zarur bo'lsa, bemalol shu ekrandagi raqamga telefon qilsalaring ham bo'ladi. Qoplangani zarur deb telefon qilsalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga naval holatdagini ham sotib olamiz. Qoplangan holatini sotamiz akalar. Qanaqangi holatda bo'lsa shu ekrandagi raqamlarga bemalol tortinmasdan telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa akalar, keyingi postimizda yangi boshqa bitta yami ochganmiz. O'sha postimizni bemalol ko'rib, qoplangan silos zarur bo'ladigan bo'lsa, ko'rib, ma'qul kelsa shu telefonlarga telefon qilib, kelishilgan holda sotib olsalar ham bo'ladi akalar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Like, podpiska bosib bizdan uzoqlashmanglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.